Xlebushkina Antonina Pavlovnaning bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini tarbiyalashdagi o'rni. Toshkent shahridagi 22-son bolalar uyiga rahbarlik qilgan. 40 yildan ortiq umrini yosh avlodni tarbiyalashga sarflagan. 2500 bolaga o'z onalik mehrini, qalbini baxshida yetgan Xlebushkina Antonina Pavlovnaning xizmatlari ham diqqatga sazovordir. Bu ayol 2-jahon urushi yillarida yuzlab bolalarni onalik qalbi bilan tarbiyaladi. Ularning qayg'usiga hamdard, quvonchiga sherik bo'ldi. U 1914-yilda Samara viloyatida dehqon oilasida tug'ilgan. Uning otasi naslli dehqon Pavel Xlebushkin 1-jahon urushida vafot etgan. Qizining tug'ilishi haqida hech qachon bilmagan. Boquvchisiz ona uchun bu juda qiyin edi. 9 yoshida Antonina badavlat odamlar bilan ish topdi va u yerda bolalarga g'amxo'rlik qildi. Bu yerda ular bilan birga o'qish va yozishni o'rgangan. U bolalarning suhbati, kutilmagan savollari, hayot qiyinchiliklariga borasidagi kerakli javoblarni topa olmay qiynalar edi. Yotishdan oldin kechqurun Antonina ularga ertaklar aytib berar va onasidan eshitgan qo'shiqlarni kuylardi. Uy xodimi Tanya xola mehribon va to'laqonli ayol. Qizga katta uy xo'jaligini yuritish usullarini o'rgatdi. Ovqat pishirish, tikish va hayot uchun juda ko'p foydali narsalarni o'zlashtirdi. Jamoalashtirish yillarida uy egalarini mushtumzo'rlar deb e'lon qilishdi va Sibirga surgun qilishdi. Ularning barchasi unga sabr, chidamlilik, iroda baxsh etdi. Antonina yangi tashkil qilingan kolxozga qo'shildi. Klyuchi qishlog'idagi g'ayratli qiz darhol rais tomonidan sezilib, unga kolxoz klubida bo'sh vaqtni tashkil qilishni buyurishdi. 1936-yilda pedagog kurslarini tugatgandan so'ng Antonina Xlebushkina Tojikistonga bolalar bilan ishlash uchun komsomol safari uchun yuborildi. Bu nozikkina qiz darhol iste'dodli tashkilotchilik fazilatlarini namoyish etdi. Ko'p o'tmay uni O'zbekistonga o'tkazishdi va u yerda u turmush o'rtog'i leytenant Aleksandr Alishev bilan birga keldi. Ular Toshkentga ijarada olingan kvartirada yashashdi. Keyinchalik Antonina O'zbekiston Komsomol komiteti markaziy maslahatchilari uyi direktorining o'rinbosari etib tayinlandi. 1939-yilda ularning kichik oilasida moviy ko'zli chaqaloq Vitalik tug'ildi. 1941-yilda Vitalikning otasi Aleksandr Alishev boshqalar qatori frontga ketdi. O'sha yilning qishida Antonina turmush o'rtog'ining dafn marosimini o'tkazdi. 1942-yil boshida respublikaga yuzlab poyezdlar front chizig'idan, vayron qilingan shahar va qishloqlardan evakuatsiya qilingan odamlar bilan kela boshlashdi. Ularning aksariyati kasalmand, och bolalar bo'lgan. Ularni boshqa joyga ko'chirishda ko'plab muammolar yuzaga keldi. Ko'p oilalar bir nechta bolalarni o'z uylariga olib ketishdi. Farzand sifatida asrab olishdi. O'zbekiston hukumati butun respublika bo'ylab bolalar uylarini tashkil qildi. Keyin 1942-yil yozida Moskva bosh harbiy qurilish tashkiloti, ya'ni Glavvoenpромстрой tomonidan Toshkent shahrida harbiy quruvchilar yetim qolgan bolalar uchun 22-sonli bolalar uyini ochish to'g'risida qaror qabul qilindi.
Ushbu bolalar uyi dastlab Toshkentning eski shahar qismida, ya'ni Sag'bon ko'chasida joylashgan edi. Keyin o'sha paytda Markaziy bolalar sayyohlik ekskursiya stansiyasining direktori bo'lib ishlagan Antonina Pavlovna komsomol komitetiga chaqirildi. Tajribali o'qituvchiga bolalar uyini boshqarishni tashkil qilish va unga rahbarlik qilish topshirildi. U darhol rozi bo'ldi. O'sha vaqtdan boshlab Xlebushkina bolalar uyining direktori sifatida yarim asrdan ko'proq vaqt, ya'ni 1942-1995 yillar mobaynida ish olib bordi. Bolalar uyiga birinchi bolalar Ukrainada, ikkinchi guruh esa Volgadan olib kelindi. Keyin esa Leningraddan evakuatsiya qilinganlar olib kelinadi. Ko'chirib keltirilgan bolalarning ba'zilari mustaqil ravishda vagonga chiqa olishmagan. Ularning darhol kasalxonaga olib borishga to'g'ri kelgan. Antonina Pavlovna bunday palatalardan chiqmas, bolalarni qo'shiqchada ovqatlantirgan va kerak bo'lganda o'zi birinchi donor bo'lgan. Asta-sekin ko'chirib keltirilgan bolalarning ko'zlari mehrdan iliy boshlagan. Yuzlarida qo'rqinchli tabassumlar paydo bo'lgan. Yosh ayol o'ziga o'xshagan sadoqatli odamlar guruhini yaratdi. Ular bolalarni iliqlik va g'amxo'rlik bilan o'rab oldilar. Xlebushkina qo'lida tarbiya ko'rganlardan 490 tasi oliy, 846 tasi o'rta maxsus ma'lumotli. Qolganlari esa xalq xo'jaligining turli tarmoqlari. Antonina Pavlovna bunday palatalardan chiqmas, bolalarni qo'shiqchada ovqatlantirgan va kerak bo'lganda o'zi birinchi donor bo'lgan. Asta-sekin ko'chirib keltirilgan bolalarning ko'zlari mehrdan iliy boshlagan. Yuzlarida qo'rqinchli tabassumlar paydo bo'lgan. Yosh ayol o'ziga o'xshagan sadoqatli odamlar guruhini yaratdi. Ular bolalarni iliqlik va g'amxo'rlik bilan o'rab oldilar. Xlebushkina qo'lida tarbiya ko'rganlardan 490 tasi oliy, 846 tasi o'rta maxsus ma'lumotli. Qolganlari esa xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida xizmat qildi. Xlebushkina qo'lda tarbiyalanganlardan biri Tertichnidir. Uning onasi urushning dastlabki kunlarida bomba tagida qolgan. Otasi dushmanga qarshi yuzma-yuz kurashda qahramonlarcha halok bo'lgan. Toshkent shahriga 22 bolalar uyiga keltirilgan edi. U bu yerda Xlebushkina rahbarligida tarbiyalandi, oliy ma'lumotli bo'ldi. Keyinchalik Tertichning Chorvoq GES qurilishida mehnat qildi. Bolalar uyining yana bir tarbiyalanuvchisi Minsklik Elkind Helmutning otasi nartizanlar harakatiga qo'shiladi. Onasi va opasini okkupatsiya davrida nemislar Germaniyaga zo'rlab olib ketishadi. Toshkentga keltirilgan Elkind mehr bilan tarbiyalandi. U Minsk aloqa institutini muvaffaqiyatli tugatib, televizor zavodida sex boshlig'i bo'lib ishladi. 22 bolalar uyida tarbiyalanganlardan Anvar Yodgorov, Sevastopollik opa-singillar Janna va Zina Ziserlar, leytenant Tratskov, moskvalik pedagog Pushkareva, Orenburgda maktab direktori bo'lib ishlagan Selivyorstva, uchuvchi Elkin, polkovnik Glebskiy, arxitektor Tuchkova kabi yuzlab yigit-qizlarni yetuk mutaxassis va asosiysi komil inson sifatida tarbiyaladi. Ulardan tinimsiz Xlebushkina nomiga xat-xabarlar, telegramma va sovg'alar kelib turardi. Bunday xat-xabarlarda odatda quyidagi so'zlar o'rin olardi: Mehribon onajonim,
quvonchimning adog'i yo'q. Sizni chin dilimdan qutlayman. Samolyotga bilet oldim. Tez kunda diydor ko'rishamiz degan umid bilan. Urush yillarida 500 ga yaqin nogiron, yetim bolalar mehribonlik uyiga olib kelindi. Ularning har biri o'z hikoyasiga ega edi. Xlebushkina bolalar uyining direktori bo'ldi. U bolalarni bir daqiqaga ham yolg'iz qoldirmadi. Ular uchun eng yaqin va eng yaqin odam bo'ldi. 4000 dan ortiq 40 millat farzandlari 22-bolalar uyining devorlarini tark etishdi. Minglab o'quvchilar uchun bolalar uyi oilaga aylandi. Mustahkam oilaga aylandi. Ularning har biri Xlebushkinani eng yaqin, eng aziz inson bu mening onam Xlebushkina deb eslaydilar. Urush tugaganidan so'ng frontdan qaytgan ko'plab ota-onalar farzandlarini olib ketadilar. 1950-yilda bolalar uyi Baynalmilal ko'chasidagi yangi 2 qavatli 24 uyga ko'chib o'tadi. Shu vaqtdan boshlab yangi yil archasi an'anaga aylanib, bolalar uyining barcha tarbiyalanuvchilari 3-yanvarda to'planishgan. Uning 40 dan ortiq talabalari g'urur bilan olib yuradigan ajoyib, yaxshi familiyani olishdi. Xlebushkina bolalarni samimiy sevardi. O'z faoliyati bilan u nafaqat o'quvchilarni, balki butun o'zbek xalqining sevgisini qozondi. Xlebushkinaning nomi nafaqat O'zbekiston, balki uning chegaralaridan tashqarida ham ma'lum bo'ldi. Xlebushkinaning yoshlar tarbiyasi sohasidagi ko'rsatgan katta xizmatlari uchun 1984-yil 15-avgustda Mehnat Qizil Bayroq ordeni bilan mukofotlashdi. SSR Oliy Kengashi Prezidiumining 1987-yil 16-dekabrdagi qarori bilan yetim bolalarni va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tarbiyalash, o'qitish, fuqarolik shakllanishdagi ulkan yutuqlari uchun Toshkent shahridagi 22-sonli mehribonlik uyining direktori Xlebushkina Antonina Pavlovna sotsialistik mehnat qahramoni unvoni va ko'plab mukofot hamda medallar bilan taqdirlandi. U Xalqaro bolalar jamg'armalari uyushmasi boshqaruvining a'zosi sifatida ham uzoq yillar samarali faoliyat yuritgan. Bolalar uyining bitiruvchilari dunyoning turli mamlakatlari va qit'alariga tarqalib ketdilar. Ular hozir Rossiya, Angliya, AQSh, Kanada, Isroil, Germaniya, Janubiy Koreya, Avstraliyada yashab ishlashadi. Va shu bilan birga ular doimo o'zlarining birinchi uylarini alohida sevgi va sog'inch bilan eslashadi. Sobiq o'quvchilar tez-tez o'zlarining onalari Xlebushkinaning qabriga ta'zim qilish, bolalar uyida aka-uka va opa-singil, bugungi mehribonlik uyining tarbiyalanuvchilari bilan uchrashish uchun doimo kelib turishadi. Yillar samarali faoliyat yuritgan. Bolalar uyining bitiruvchilari dunyoning turli mamlakatlari va qit'alariga tarqalib ketdilar. Ular hozir Rossiya, Angliya, AQSh, Kanada, Isroil, Germaniya, Janubiy Koreya, Avstraliyada yashab ishlashadi. Va shu bilan birga ular doimo o'zlarining birinchi uylarini alohida sevgi va sog'inch bilan eslashadi. Sobiq o'quvchilar tez-tez o'zlarining onalari Xlebushkinaning qabriga ta'zim qilish, bolalar uyida aka-uka va opa-singil, bugungi mehribonlik uyining tarbiyalanuvchilari bilan uchrashish uchun doimo kelib turishadi. Uyning tarbiyalanuvchilari bilan uchrashish uchun doimo kelib turishadi.